Xullas, mana shu bola quruq yo'talyapti. Mana olib turing videoni. Mana quruq yo'tal bu 3 kundan beri quruq yo'tal bor. Bu bolada allergический bronxit mana. Allergический bronxit bu bolada keling. Keling. Bo'ldi. Mana. Hop, bunaqa bolada mana Cadillac Neo degan dori qo'llaymiz. Cadillac Neo bu bolaga 2 yoshmi bolangiz? 2 yoshli bolaga 15 tomchidan 4 mahal qo'llaysizlar. Uyda o'tirgan onalar. Mana shunaqa quruq yo'tal bo'lgan bolalaringlar Cadillac Neo, ya'ni mana suxoy kashel deb yozib qo'yibdi. Quruq yo'tal. Yoshiga bog'liq dozirovkani mana yozib qo'ygan. 2 oylikdan 12 oygacha bolalarga 10 tomchidan 4 mahal, 1 yoshdan 3 yoshgacha bolalarga 15 tomchidan 4 mahal, 3 yoshdan katta bolalarga 25 tomchidan 4 mahal. Allergik bronxit bo'lgan bolalarda shu dori yaxshi effekt beradi. Yoki Sinikot degan analogi ham bor buni. Albatta antigistamin birorta beramiz. Eltrizin yoki Zodak yoki shunga o'xshagan dori vositalari berib, asosan issiq tutasiz. Endi bolaga sovuq narsa bermaysiz. Iliq dog' suvni ko'proq ichirasiz bolaga. Iliq holatda dog' suv tez ichib turavering. O'zi o'sha dog' tozalab yo'tal xurujlarini kamaytirib turadi. Yo'tal xuruj nimadan bo'ladi? Shu quruq nafasdan bo'ladi asosan. Xonani sal namlashtirsak yaxshi bo'ladi. Buning uchun namlatda qo'yasiz, lattalarni namlab yoki suv qo'yib qo'yasiz, suv parlanadi. Shunday qilib sekin yo'tallari qoladi xolos. Shu yaxshi.